Bugun men pensiya oladigan har bir ota-onamiz, bobo-buvilarimiz va ularning farzandlari uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi. Yoshga qarab qo'shimcha to'lovlar oshishi va amalda qariyalarga qancha pul qo'shilishi mumkin. Bu mavzuda ko'pchilik chalkashadi. Kimdir hammaning pensiyasi bir xil oshadi deb o'ylaydi. Kimdir faqat minimal pensiya oshadi deydi. Yana kimdir qo'shimcha to'lovlar avtomatik tushadimi yoki ariza berish kerakmi bilmaydi. Men bugun buni oddiy tilda, raqamlar bilan, hayotiy misollar orqali tushuntiraman. Bu ma'lumot faqat pensionerning o'ziga emas, balki uning farzandlariga ham kerak. Chunki ko'pincha hujjat yig'ish, murojaat qilish, hisob-kitobni tekshirishda aynan farzandlar yordam beradi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta yetishmayotgan hujjat sabab odam oyma-oy o'ziga tegishli pulni olmay yurishi mumkin. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi nima ekanini aniq tushunib olaylik. Indeksatsiya degani pensiya miqdori narxlar o'sishi, yashash xarajatlari ko'payishi, davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy to'lovlar qayta ko'rib chiqilishi sabab yangidan hisoblanishi demakdir. Oddiy qilib aytsam, non, dori, kommunal to'lov, oziq-ovqat, transport xarajatlari oshsa, pensionerning daromadi ham butunlay o'sha eski holatda qolmasligi kerak. Shu sababli davlat ma'lum vaqtlarda pensiyalarni oshiradi. Lekin bu yerda eng katta savol shuki, oshish hamma uchun bir xil pulda bo'ladimi yoki foizda bo'ladimi? Masalan, bir odam 1 million so'm pensiya olsa, boshqasi 2 million so'm olsa, indeksatsiyadan keyin ikkisiga ham bir xil 100 ming so'm qo'shiladimi? Yoki har birining pensiyasiga alohida foiz qo'llanadimi? Mana shu joyda ko'pchilik adashadi. Odatda pensiya oshirilganda asosiy pensiya miqdori, minimal pensiya chegarasi, ayrim nafaqa turlari va yosh bo'yicha qo'shimcha to'lovlar alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Oldin ko'p pensionerlar mening pensiyam oshdi, lekin qo'shimcha pul nega kam chiqdi deb hayron bo'lardi. Sababi shundaki, pensiya ichida bir nechta qism bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya ustama kompensatsiya, yoshga qarab qo'shimcha, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq to'lov, ayrim imtiyozli toifalar uchun qo'shimcha. Indeksatsiya har doim ham bu qismlarning barchasiga bir xil ta'sir qilavermaydi. Hozirgi o'zgarishning eng muhim tomoni shuki, qarilik yoshidagi odamlar uchun qo'shimcha to'lovlar masalasi yana dolzarb bo'ldi. Ya'ni faqat umumiy pensiya oshishi emas, balki ma'lum yoshdan oshgan pensionerlarga beriladigan ustamalar ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Men bu yerda bitta narsani alohida aytaman. Aniq miqdor har bir odamning pensiya turiga, yoshiga, ish stajiga, avval tayinlangan summasiga va hududiy pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun hamma odamga falon so'm qo'shiladi degan gap har doim ham to'g'ri emas. Endi siz nimani bilishingiz kerak birinchi navbatda. Pensiya oshishi ikki xil ko'rinishda seziladi. Birinchisi, umumiy indeksatsiya natijasida asosiy pensiyaning oshishi. Ikkinchisi, yosh, sog'liq holati yoki ijtimoiy maqom bo'yicha qo'shimcha to'lovlarning oshishi. Masalan, 70 yoshli pensioner bilan 25 yoshli pensionerning holati bir xil bo'lmasligi mumkin. 70 yoshdagi odam oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. 85 yoshdagi odam esa yoshi katta bo'lgani uchun qo'shimcha ustamaga ega bo'lishi mumkin. Agar bu ustama oshirilsa, u odamning umumiy oladigan puli oddiy indeksatsiyadan tashqari yana ko'proq ko'rinishda ortadi. Keling, misol qilaman. Aytaylik, bir buvim 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Indeksatsiya natijasida uning asosiy pensiyasi 10% ga oshsa, nazariy jihatdan 120 ming so'm qo'shiladi va umumiy summa 1 million 320 ming so'mga chiqadi. Lekin agar u bu ma'lum yosh chegarasidan oshgan bo'lsa va unga yosh bo'yicha qo'shimcha to'lov ham tegishli bo'lsa, yana alohida ustama qo'shilishi mumkin. Masalan, qo'shimcha to'lov 1 ming so'mdan 1 ming so'mga oshgan bo'lsa, buyumning umumiy o'sishi 1 ming emas, 1 ming so'm bo'ladi. Bu shunchaki tushuntirish uchun misol. Real hisob-kitobda aniq foiz va summa rasmiy qarorga qarab belgilanadi. Yana bir misol. Ota 2 million so'm pensiya oladi. Uning pensiyasi yuqoriroq, chunki ish staji ko'p, ish haqi yaxshi bo'lgan yoki imtiyozli ish joyida ishlagan. Agar indeksatsiya foiz asosida bo'lsa, uning qo'shimchasi 1 million 200 ming so'm pensiya oladigan odamnikidan ko'proq chiqishi mumkin. Lekin minimal pensiya yoki minimal nafaqa oshirilganda ko'proq foyda past pensiya oladiganlarga tegadi. Mana shu farqni tushunish kerak.
Men birinchi navbatda past pensiya olayotgan pensionerlarga e'tiborli bo'lishni maslahat beraman. Chunki minimal miqdor oshirilganda aynan ular uchun qayta hisoblash muhim bo'ladi. Agar sizning yoki ota-onangizning pensiyasi belgilangan eng kam chegaraga yaqin bo'lsa, oshishdan keyin umumiy summa to'g'ri chiqarilganmi? Albatta tekshirish kerak. Ikkinchi guruh 75 yosh, 40 yosh. 65 yosh va undan yuqori yoshdagi qarilar. Har bir davlat tartibida yosh bo'yicha ustamalar turlicha chegaralar bilan belgilanadi. Lekin yoshi katta pensionerlarda qo'shimcha to'lov masalasi doimo muhim. Chunki ayrim to'lovlar odamning yoshi ma'lum chegaraga yetganda avtomatik qo'shilishi kerak. Lekin amalda ma'lumot bazasida xatolik, hujjatdagi nomuvofiqlik, yashash joyi o'zgargani yoki bank kartasi bilan bog'liq muammo sabab kechikish bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner yoshga doir pensiya bilan birga nogironlik holati bo'yicha qo'shimcha imtiyozga ega bo'lsa, uning to'lovi bir nechta normaga bog'langan bo'lishi mumkin. Bunday holatda oddiy pensiya oshdi degan gap yetarli emas. Har bir ustama alohida tekshiriladi. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oladigan oilalar. Bu yerda farzandlar, turmush o'rtog'i, qaramog'ida bo'lgan shaxslar soni va huquqiy maqomi ahamiyatli. Oshishdan keyin har bir oluvchiga to'g'ri ulush hisoblanganmi? E'tibor berish kerak. 5-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ular uchun indeksatsiya va qayta hisoblash tartibi alohida savol tug'diradi. Ishlayotgan pensiyaning sug'urta badallari, mehnat staji davom etishi, qayta hisoblash uchun ariza berish zarurati kabi masalalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men ishlayapman, menga o'xshmaydi yoki ishlayotganim uchun hammasi avtomatik bo'ladi deb xulosa qilish to'g'ri emas. Agar pensionerning hujjatlari to'liq, bank kartasi faol, yashash manzili o'zgarmagan, pensiya muntazam tushib turgan va oxirgi oshishdan keyin SMS yoki bank ilovasida yangi summa aniq ko'ringan bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin men baribir bir marta hisobni tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki pensionerlar ko'pincha pul tushdi demak to'g'ri deb o'ylaydi. Aslida esa 20 ming, 50 ming yoki 100 ming so'm farq ham oyma-oy yig'ilsa katta summaga aylanadi. Agar sizning ota-onangiz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, yoshi qo'shimcha ustama chegarasiga yetmagan bo'lsa, boshqa imtiyozlari bo'lmasa, unda ko'pincha faqat umumiy indeksatsiya ta'sir qiladi. Bunday holatda hisob-kitob nisbatan sodda bo'ladi. Lekin baribir eski summa bilan yangi summani solishtirib ko'rish kerak. Birinchi vaziyat, olim 8 yoshli otaxon 1 million 100 ming so'm pensiya olardi. O'shishdan keyin unga 1 million 220 ming so'm tushdi. U menga faqat 20 ming qo'shilibdi deydi. Agar umumiy indeksatsiya aynan shu atrofda bo'lsa, bu normal bo'lishi mumkin. Lekin otaxonning qo'shimcha imtiyozli staji bor masalan. Zararli ish joyida ishlagan yoki harbiy xizmat bilan bog'liq davrlar noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, u holda asosiy masala indeksatsiyada emas, pensiyaning avval boshdan to'g'ri hisoblanmaganda bo'lishi mumkin. Ikkinchi vaziyat. Sahibajon 2 yoshli buvi 20 million 300 ming so'm olardi. O'shishdan keyin 20 million 130 ming so'm tushdi. Farzandlari nega yosh qo'shimchasi ko'rinmayapti deb so'raydi. Bu yerda pensiya jamg'armasidan pensiya tarkibi bo'yicha ma'lumotnoma olish kerak. Chunki umumiy tushgan summa ichida yosh bo'yicha ustama alohida satrda ko'rinmasligi mumkin. Bank SMS faqat umumiy pulni ko'rsatadi. Lekin pensiya tarkibidagi qismlarni ko'rsatmaydi. Shuning uchun to'liq javobni bankdan emas, pensiya organidan olish kerak. Uchinchi vaziyat, bitta mahallada 2 pensioner bor. Ikkalasi ham 75 yoshda. Birinchisiga 1.5 ming so'm qo'shildi. Ikkinchisiga 2.5 ming so'm qo'shildi. Odamlar darrov nega adolatsizlik deydi. Lekin birinchisining pensiyasi past bo'lishi, ikkinchisining staji ko'p bo'lishi, biri qo'shimcha imtiyozga ega bo'lishi, biri avval kompensatsiya olayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shilgan pulni faqat yosh bilan solishtirish noto'g'ri. Pensiya shaxsiy hisob-kitobdir. Pensioner boshqa viloyatdan Toshkentga ko'chgan, lekin manzil ma'lumotlari yangilanmagan. Pensiya tushyapti. Ammo qo'shimcha qayta hisoblash kechikyapti. Bunday holatda muammo qonunda emas, ma'lumot almashinuvida bo'lishi mumkin. Men bunday pensionerlarga yashash joyi bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri ko'chirilganini tekshirtirishni maslahat beraman. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchisi, indeksatsiya sanasi bilan pul tushgan sana bir xil bo'lmasligi mumkin.
Masalan, qaror bir sanadan kuchga kiradi, lekin amalda bank kartaga yangi summa keyingi to'lov davrida tushadi. Ba'zan o'tgan davr uchun farq keyinroq alohida to'lab beriladi. Shuning uchun birinchi oyda kutilgan pul chiqmasa, darrov xulosa qilmasdan pensiya organidan qayta hisoblash qaysi sanadan qo'llandi deb so'rash kerak. Ikkinchisi, pensiya miqdori oshgani bilan qarzdorlik, aliment, ijro hujjati, bank blokirovkasi yoki boshqa ushlab qolishlar bo'lsa, kartaga tushgan summa kamroq ko'rinishi mumkin. Odam pensiyam oshmabdi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya oshgan. Lekin undan ma'lum miqdor ushlab qolingan bo'ladi. Bunday holatda bankdan tushum va ushlab qolishlar bo'yicha ma'lumot, ijro byurosidan esa qarzdorlik bo'yicha ma'lumot olish kerak. Uchinchisi, plastik karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. Pensiya hisoblangan, lekin karta faol bo'lmasa, pulni olishda muammo chiqadi. Ayniqsa yoshi katta odamlar karta muddatiga e'tibor bermaydi. Farzandlar bank ilovasidan yoki kartaning old tomondagi muddatdan buni tekshirib qo'yishi kerak. To'rtinchisi, hujjatlarda ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta ma'lumotlarida farq bo'lsa, qo'shimcha to'lov kechikishi mumkin. Masalan, eski mehnat daftarchasida ism boshqacha yozilgan, nikohdan keyin familiya o'zgargan. Tug'ilgan sana bir hujjatda boshqa, ikkinchisida boshqa ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Beshinchisi, ayrim odamlar mening ish stajim yetarli, lekin pensiyam kam deydi. Bu yerda faqat ish staji emas, ish haqi, badal to'langan davrlar, arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar ham muhim. Indeksatsiya past hisoblangan pensiyani avtomatik ravishda ideal qilib qo'ymaydi. Agar pensiya dastlab noto'g'ri tayinlangan bo'lsa, indeksatsiya faqat o'sha noto'g'ri bazani oshiradi. Shu sababli past pensiya olayotgan odam eski hisob kitobini ham tekshirtirishi kerak. Oltinchisi, qo'shimcha to'lovlar ba'zan pensiya turiga bog'liq bo'ladi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bir xil mexanizmda hisoblanmasligi mumkin. Shuning uchun qo'shningizga tushgan pul bilan o'zingiznikini to'g'ridan to'g'ri solishtirmang. To'g'ri savol shunday bo'lishi kerak. Mening pensiya turim bo'yicha menga qanday ustamalar tegishli? Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam eski va yangi tushgan summani yozib oling. Masalan, oldin 1 million 250 ming so'm tushgan, hozir 1 million 309 ming so'm tushgan. Farq 140 ming so'm. Shunchaki ko'payibdi demang, aniq farqni hisoblang. Ikkinchi qadam, pensionerning yoshini, pensiya turini va qo'shimcha imtiyozlarini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlikmi yoki ijtimoiy nafaqami? Pensioner yetim yoshdami, baqimli yoshdami, 5 yoshdan oshganmi? Urush qatnashchisi, mehnat faxriysi, nogironligi bor shaxs yoki alohida imtiyozli toifaga kiradimi? Mana shu savollarga javob bo'lmasa, hisob kitobni to'g'ri baholab bo'lmaydi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday deb yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori, oxirgi indeksatsiyadan keyingi qayta hisob kitob, yosh bo'yicha qo'shimcha to'lovlar va boshqa ustamalar tarkibi bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Men aynan yozma ma'lumot so'rashni maslahat beraman. Chunki og'zaki javob esdan chiqadi yoki keyin isbotlash qiyin bo'ladi. To'rtinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, shu hujjat bank karta ma'lumotlari, mehnat daftarchasi nusxasi. Arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, imtiyozni tasdiqlovchi guvohnomalar kerak bo'lishi mumkin. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, farzandi yoki vakili notarial ishonchnoma bilan murojaat qilishi mumkin. Beshinchi qadam, ba'zan pensiya to'g'ri hisoblangan bo'ladi, lekin bank kartaga tushum, ushlab qolish yoki karta muammosi sabab odam kam pul olayotgandek ko'rinadi. Bankdan oxirgi 3 yoki 6 oy bo'yicha ko'chirma oling. Ko'chirmada tushgan summa, yechilgan summa, ushlab qolingan pul alohida ko'rinadi. 6-qadam. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki elektron murojaat tizimi orqali shikoyat qiling. Murojaat juda hissiy bo'lishi shart emas. Aniq yozing, oldingi pensiya miqdori, yangi miqdor, qaysi sanadan oshishi kerak deb o'ylayotganingiz, qaysi qo'shimcha to'lov bo'yicha savolingiz bor, qanday hujjatlar ilova qilinyapti. Aniq yozilgan murojaatga aniq javob olish osonroq. 7-qadam. Uyda pensionerlar uchun kichik daftar tuting. Har oy tushgan pensiya summasini yozib boring. Qaysi oyda qancha tushdi? Qo'shimcha pul alohida tushdimi? Farq to'landimi?
bankni ushlab qolish bo'ldimi? Bularni qayd eting. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin keyin nizoli vaziyatda juda yordam beradi. Men tomoshabinlarga bitta muhim maslahat beraman. İjtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga darrov ishonmang. Hamma pensionerga falon million qo'shiladi. Faqat ariza berganlarga pul beriladi. Bugun bo'lmasangiz pulingiz kuyadi degan vahimali xabarlar ko'p tarqaladi. Rasmiy manba, pensiya jamg'armasi, hukumat qarori, prezident farmoni yoki rasmiy axborotga tayaning. Yana bir noto'g'ri tushuncha. Agar o'shish avtomatik bo'lsa, demak hech narsani tekshirish shart emas. Yo'q, avtomatik hisoblash juda qulay. Lekin ma'lumotlar bazasidagi xato, eski hujjatlar noto'g'ri kiritilgan staj, familiya yoki tug'ilgan sanadagi farq avtomatik tizimda ham muammo chiqarishi mumkin. Yana bir xavfli holat begona odamlar pensiyangizni oshirib beraman deb pul so'rashi. Hech kimga hujjatlaringizni, bank kartangizni, SMS kodni, PIN kodni bermang. Pensiya masalasi rasmiy organlar orqali hal qilinadi. Agar qo'shimcha to'lov haqiqatan tegishli bo'lsa, uni olish uchun pora yoki vositachi kerak emas. Faqat hujjat, ariza va qonuniy tekshiruv kerak. Endi asosiy savolga qaytamiz. Qariyalarga qancha qo'shildi? Men ekspert sifatida buni shunday tushuntiraman. Aniq summa bitta umumiy javob bilan aytilmaydi. Chunki har bir pensionerning bazasi boshqa. Lekin siz o'zingiz taxminiy hisob-kitob qila olasiz. Eski pensiya summasini oling. Rasmiy indeksatsiya foizini yoki belgilangan yangi minimal miqdorni tekshiring. Keyin yosh bo'yicha ustama bor yo'qligini aniqlang. Agar sizning pensiyangiz foiz asosida oshirilgan bo'lsa, eski summaga tegishli foiz qo'llanadi. Agar minimal pensiya chegarasi oshirilgan bo'lsa va sizning pensiyangiz shu chegaradan past yoki unga yaqin bo'lsa, sizga ko'tarish ko'proq sezilishi mumkin. Agar yosh bo'yicha qo'shimcha to'lov oshirilgan bo'lsa, sizning umumiy pensiyangizga alohida ustama ham qo'shiladi. Agar sizda nogironlik, imtiyozli maqom yoki boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq to'lov bo'lsa, hisob yanada alohida ko'riladi. Masalan, bir pensionerga 40 ming so'm, boshqasiga 140 ming so'm, uchinchisiga 300 ming so'mga yaqin qo'shimcha sezilishi mumkin. Bu farq adolatsizlik degani emas, balki hisoblash bazasi va ustamalar farq qiladi degani. Eng to'g'ri yo'l umumiy pulga qarab emas, pensiya tarkibiga qarab baholash. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensiya indeksatsiyasi oddiy, hammaning puli bir xil oshdi degan masala emas. Bu yerda asosiy pensiya, minimal miqdor, yosh bo'yicha qo'shimcha, nogironlik yoki boshqa imtiyozlar. Bankdagi ushlab qolishlar va hujjatlardagi ma'lumotlar birgalikda rol o'ynaydi. Ayniqsa yosh katta qarilar, past pensiya oladiganlar. Nogironligi bo'lgan pensionerlar va ishlayotgan pensionerlar o'z hisob-kitobini tekshirtirib qo'yishi kerak. Men sizga maslahat beraman, ota-onangizning pensiyasi bo'yicha eski va yangi summani solishtiring. Pensiya tarkibi haqida yozma ma'lumot oling. Hujjatlarni tartibga keltiring va shubha bo'lsa, rasmiy murojaat qiling. O'z haqingizni bilish uyat emas, aksincha bu qonuniy huquqdir. Sizning oilangizda pensiya qancha oshdi? Yosh bo'yicha qo'shimcha pul tushdimi yoki hali tushmadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner, ota-onasi bor yaqinlaringizga yuboring.